Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Turkiyaning eng yirik ten zavodi Balchik Tormek va uning O'zbekistondagi yagona bo'lmish dileri Ten Market haqida gaplashamiz. Bugungi videoda siz Ten o'zi nima, Balchik Tormek zavodi va Ten Market dilerligi to'g'risida barcha savollarga javob olasiz. Ten trubkali elektron nagrevatel. Oddiy qilib aytganda, elektr toki yordamida issiqlik ishlab chiqarib beruvchi qurilmadir. Ten ichi maxsus nixrom spiral bilan to'ldiriladi. Spiral atrofida magnitli dielektrik kukun, ya'ni magnezit bo'ladi. Tashqi qoplamasi zanglamaydigan po'lat yoki mis trubka bilan himoyalangan bo'ladi. Tenlarning qo'llanilish sohalari. Maishiy texnikalarda Ariston, kir yuvish mashinasi, oshxona, pech, kofe, tibbiyot va hokazo sohalarda ishlatiladi. Sanoat sohasida issiq suv qozonlari, bug' generatorlari, metal eritish, neft, gaz sohalari, ishlab chiqarish uskunalarida ishlatiladi. Afzalliklari: elektr energiyasini samarali issiqlikka aylantiradi. Ikkinchisi, o'rnatilishi va almashtirilishi oson. Uchinchisi, turli shakl va quvvatlarda ishlab chiqariladi. Uzoq muddat xizmat qilishi uchun qo'shimcha qurilmalar bilan birgalikda ishlatilinadi. Termostat, magnitli anod, himoya relesi. Balchik Tormek zavodi 1959-yilda Turkiyaning Anqara shahrida tashkil qilingan. Balchik Tormek zavodi butun dunyoning 5 ta qit'asiga 60 ga yaqin davlatlarga o'z mahsulotlarini eksport qiladi. 400 ga yaqin ishchilarni ish bilan ta'minlab, millionlab mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanishadi. Bu orqali Turkiyadagi va mintaqadagi yetakchi ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lib kelmoqda. Balchik Tormek ten zavodini hozirda 3-avlod boshqarib kelmoqda. Bu biznesni birinchi bo'lib Sulayman Balchik, keyin uning o'g'li Noman Balchik olib borgan. Burajan va O'tku Balchiklar va ularning professional xodimlari hozirda bu kompaniyani boshqarib kelishmoqda. Balchik Tormek mahsulotlari ISO 9001, VDE, C, ROHS sifat standartlari bilan sertifikatlangan. Noman Balchik Italiyaning Tormek ten zavodini sotib olgan va uni to'liqligicha Turkiyaga ko'chirib o'tgan. O'zbekiston iqlimi juda ham keskin. Yozda issiq, qishda esa sovuq. Shu sababli issiq suv ta'minoti doimiy muammo bo'lib kelgan. So'nggi yillarda qurilish sohalari rivojlanishi bilan issiqlik tizimiga bo'lgan ehtiyoj yana ham oshdi. Bozorlarda ko'plab sifatsiz, arzon va import tenlar mavjud. Bunday tenlar tez ishdan chiqadi va foydalanuvchilarga ko'plab xarajatlar keltiradi. O'zbekiston bozorida sifatli, uzoq muddat xizmat qiluvchi va energiya tejovchi tenlarga talab katta. So'nggi yillarda mahalliy mutaxassislar ham Balchik Tormek brendi singari sifatli tenlarni afzal ko'rishmoqda. Bugun bozordagi talab sifatli, kafolatlangan, uzoq muddat xizmat qiluvchi tenlar hisoblanadi. Shu ehtiyojlarni aynan Ten Market Balchik Tormekning rasmiy dileri sifatida qondirib kelmoqda. Ten Market Balchik Tormek zavodining O'zbekistondagi rasmiy dileri hisoblanib, 2017-yildan beri faoliyat yuritib keladi. Ten Market O'zbekistondan tashqari boshqa mintaqadagi korxonalar bilan faoliyat yuritib keladi va Markaziy Osiyodagi Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga ten mahsulotlarini yetkazib beradi. Ten Marketning asosiy ustunliklari originallik, kafolat va doimiy tavsiya berish hisoblanadi. Bugungi videoda biz sizga ten nima, ten mahsulotlari va Balchik Tormek zavodi haqida ma'lumotlar berdik. Agar sizga ham sifatli, uzoq muddat xizmat qiladigan ten mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, Ten Marketga hoziroq murojaat qiling va Balchik Tormek brendi afzalliklarini o'zingizda sinab ko'ring. Keyingi safar tenga oid qanday mavzularda video qilishimizni xohlaysiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki sifatli ma'lumot hammaga kerak. Eslab qoling, Balchik Tormek bu sifatli ten degani. Ten Market esa rasmiy diler.